Shirinliklarni ovqatdan oldin yeyish kerakmi, keyin yeyish kerakmi? Ikkala holatda ham noto'g'ri bo'ladi. Ba'zi bir kishilar aytadiki, shirinliklarni va mevalarni ovqatdan oldin yeyish kerak deydi. Ba'zi birlar ovqatdan keyin yeydi. Hech narsa bizda bo'lmayapti, kasal bo'lmadik, shuncha yildan beri ovqatlanib yuribmiz deyishadi. Lekin aslida to'g'ri ovqatlanish qanday bo'ladi? Ovqat va yeguliklarni, meva shirinliklarni aralashtirishning asosiy qoidasi quyidagicha. Shirinliklar juda qisqa muddatda so'riladi. Ya'ni oshqozonda hazm bo'lish muddati yarim soat, 20 minut, 40 minut orasida bo'ladi. Go'shtli ovqatlar, xamir ovqatlarni hazm bo'lish muddati 2,5 soat, 3 soat, 1,5 soatdan kam bo'lmaydi. Shuning uchun hali hazm bo'lib ulgurmasdan turib, u joyga tez muddatda hazm bo'ladigan yeguliklar tushadigan bo'lsa, hazm protsessi ishdan chiqadi va hali to'la hazm bo'lmasdan turib, keyingi etapga oshqozon, 12 barmoqli ichaklarda keyingi etaplarga o'tish sodir bo'ladi. Chunki hazm bo'lish bu birdaniga bo'ladigan jarayon emas, bu sekinlik bilan, masalan, 100 ming molekulali zanjir oldin 50 mingga bo'linadi, keyingi 10 minutda 20 minglik zanjirga bo'linadi, keyin 50 talik va hokazo mana shunaqa qilib bo'linib borishiga ancha vaqt ketadi. Shuning uchun ham go'shtli, ya'ni oqsilli ovqatlar katta polimer moddalarga kiradi. Qora non, kraxmallar ham bular sekin hazm bo'luvchi ovqatlarga kiradi. Oq un mahsulotlari tez hazm bo'ladi. Shirinliklar, har xil shirin ichimliklar, pirog, tort, muzqaymoq, mana bunga o'xshagan shirinliklar, uzum, tarvuz, qovun, anjir, bunga o'xshagan mevalar ham yarim soat ichida hazm bo'lganligi uchun bular agar uzoq muddatli hazm bo'ladigan ovqatlar bilan tez hazm bo'ladigan ovqatlar bir vaqtda oshqozonda aralashadigan bo'lsa, hazm prosesslari buziladi va keyingi bosqichlarga o'tib ketish kuzatiladi. Buni tabobatda tiqilmalar deyiladi. Agar uzoq muddat shunaqa ovqatlanilsa, mosariq, ya'ni mezenterial venalarda ham tiqilmalar paydo bo'ladi va jigarda ham tiqilmalar paydo bo'lib, kishilarda ovqat yegandan keyin birpasda hojat hissi va katta hojatga borish kuzatiladi. Bu jigar tiqilmalarining belgilaridan bo'lishi mumkin.